Farzandimiz qiz bo'lishini xohlaysizmi yoki o'g'il? Farzand xohlayman. Bu shundoq ham ma'lum. Ammo qiz istaysizmi, o'g'ilmi? Juda soz. Onasiga o'xshagan qizim bo'lishini xohlayman. Demak, o'g'il bo'lsa, uni yaxshi ko'rmaysiz, shundaymi? O'g'il ham xohlayman. Yaxshi-ku. Unda qaroringiz aniq bo'lganida xabar berarsiz. Ham qiz ko'rishni xohlayman, ham o'g'il. Men uchun qizi ham bir, o'g'li ham. Robbim Alloh nima bersa, shuni istayman.